Xorazm nechta joy, Xorazm kimlarning yurti, Xorazmlilar o'zi kim? Mana shu videoni bir ko'ringlar. Xorazmdan keldingizmi? Xorazm shunday ulug' joyki, islom dini birinchi o'sha So'g'niyo Ashtomondan kirib kelgan. O'shuning uchun Ma'mun Baytul Hikma, Zamaxshariylar, Algoritm, Xorazmiy, Muhammad Xorazmiy, Pahlavoni boringki, islomning eng buyuk namoyandalari yurtidan kelibdilarda. Aziz avliyolar eshigi bo'lgan, ahli donishlar beshigi bo'lgan, Shayx Najmiddin Kubro dunyoga kelgan, Mo'g'ul bosqinchilar iymonga kelgan Sehrul sanoatli diyor Xorazm. Maşallah. Juda ko'p bu. Yaqinda bordim, Urganchga bordim. Bu kishimiz Vodili Abdulahad qori domla bo'ladilar. Ahli ilmlarimizdan. Ularni bilganini hammamiz bilamiz. Eshitdingiz axir. Shuning uchun aytaman-ku, Xorazmni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Xorazmimizga ko'z demasin. Ahli ilmlarimizni joni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Xorazm güç.